Ko'pchilik farzandim bilan qanaqa munosabat qilay deb so'raydi. Uyingizga mehmon kelsa, siz u bilan qanaqa munosabatda bo'lasiz? Albatta, uyingizga ma'lum muddatga kelgan mehmonga siz izzat, hurmat ko'rsatasiz, unga mehr ko'rsatasiz, uni hurmat qilasiz va shu bilan birga u shu muddat ichida sizni uyingizni qonun-qoidalarga rioya qilishini, tartibga rioya qilishini xohlaysiz va buni qanaqadir ko'rinishda unga bildirasiz. Xuddi shunaqa farzandingizni ham shaxsini hurmat qiling, unga mehr ko'rsating, e'tibor ko'rsating, lekin tartib qoidalarni, chegaralarni ham bildirib o'ting. Chunki farzandingiz ham ma'lum muddatga sizni oilangizda mehmon hisoblanadi. Vaqti kelib u ham o'zini oilasini quradi, o'g'lingiz, qizingiz ham o'z oilasini, o'z hayotini quradi. Demak, sizdan hozirgi